Mazokuz yomon. Juda ham yomonda. Topshirishdan maqsad yallig'lanish darajasini belgilash. Lekin sababi bu yerda aniqlanmaydi. Birinchi darajalarida, demak, norma holati hisoblanadi. Leykositlar 10 gacha bo'ladi. Ikkinchi darajada 15-20 gacha leykosit bo'ladi. Uchinchi darajada уже 20-25 dan 40-50 gacha bo'lsa, to'rtinchi darajasi juda ham ko'p degani, ular sanab bo'lmaydi deganida. Bunaqa holatda вообще agar mazok shunaqa chiqadigan bo'lsa, bakpasiv topshirish kerak bo'ladi. Bu yallig'lanishni qaysi bakteriya chaqirgan yoki gribok chaqirganmi ko'rish kerak bo'ladi. Mazokda gribok chiqmagan, demak, bu yerda bakteriya ko'proq ko'klar bo'ladi, stafilokok, streptokok, enterokok. То есть bular oddiy banalniy bakterial infeksiya, qanaqadir bir jinsiy yo'l bilan yo'qadigan emas. O'zingizda ham bo'lishi mumkin, immunitet pasajni hisobiga, intim gigiyenani hisobiga ham bo'lishi mumkin. No, jinsiy yo'l bilan o'taveradi. No, bu xavfli emas. Mazokuz yomon. Juda ham yomonda. Kolposkopiyada biz ikki xil proba qilamiz. Uksusni proba, iglugol bilan proba qilinadi. Bu kolposkopiyani demak bo'yalishi ko'riladi, to'qimalari. Ya'ni oddiy ko'z bilan ko'rilmagan narsalar kolposkopiyada ko'rinadi. Bilan bo'yalganda boshqa hech qanaqa atipiya joyi yo'q. Faqat mana shu ektopiya holati bor. Polip, mana o'rtadagi polip bor. Ma'vitlaringiz qon tomirlariga to'lib yotibdi. Ichingizda yoki varikozingiz bor. Ko'karib turibdi-yu. Mana shular hammasi varikozlarni, malitazli varikoz bo'lsa, bachinton bo'ynida ham bo'ladi. Uksusni proba qilganimizda, demak, mana ektopiya holatimizda zona transformatsiya mana ma'vit hisoblanadi. Nima degani? Ya'ni ichki kanalimiz silindrik epiteliy, g'adir-budur epiteliydan iborat bo'ladi. Tashqarisi yassi epiteliy. Silliq bo'ladi. Mana shu zona transformatsiya sizni holatingizda mana ma'vitda bo'lishi kerak-da. Mana shu qizil joy ko'rinishi kerak emas. Ichki qavati tashqariga ag'darilib qolishi ektopiya deyiladi. Endi mana bu narsa uksusni probada ko'rinib qoldi. Bu polipis. Lugol probada aniq chiqdi, ko'rdingizmi? Mana shu polip bo'lib turibdi. Lekin mana biz lugol probada qilganimizda sog' to'qima bo'lsa, bo'yaladi unaqa rangi. Nosog'lom yoki mana bunaqa ichki silindrik epiteliy bo'yalmaydi. Bu bo'yalmasligi norma holati hisoblanadi.